Hammaga assalomu alaykum. Men bugun sanatchi 10-aprel ertalab 9 ishga ketamiz. Kechada mana podrobotga dokumentim tayyor emas. Yordamchi podrobotga qilib ko'rish harakat qilaman. Biz dokument ishlaymiz. Dokument chiqishga 2 hafta bor. 2 hafta endi yapamıyorum. Şimdi bazı yebitçilerim var, kendisi kvartiram yapıp oladı, kvartiram yapıp kere oladı. Bir sene problem o zaman ana kadar falan. Dokumentlerim çok iyi ama endi bazı ben ko'p problem yemedim biliyor. Şimdi ofisga kelganman, dam olishga emas. O'shanga rasotlarimga ketib qoldim, o'shanga harakat qildim, qadrobotga topib, ishlab, yo'lda ishlab yurishdim. Moskva ko'chalari anaqa prospekt Mir anaqa o'sha ko'chasi. Ana 5 yulduzli mehmonxona, gastnitsa, Hilton. Hayot. Hilton hayot. Men sekin asabimga ketaman. Bitta yana ikkita gastnitsa bor, ana Otel Sovetskiy. SSR davlat qurilgan. Mana mehmonxona, xabarni biz xizmatchilarsiz. O'zingizlar xona bron qilasizlar, kelib shu xonaga chiqib ketaverasizlar. Oddiy anaqada o'zingizlar biz chiqamsiz, anaqa qilasizlar, borasizlar, toza xona yotasizlar, chiqib chiqsanglar o'zlari yig'ishib olishadi. Lekin xizmatchilar u narsa olib kelib, anaqa qilishlariga yo'q. O'zi kvartirada oddiy. Bir kunlik. Bugün yaşanıp parklar içine borib ishimizni ko'rib qo'ydim.